Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bizni YouTube'da kimdir ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga ham salom. Ertaga ekzamenlar boshlanadi, ertaga indinga. Sizlar bitta o'quv yili davomida juda ham balki bir o'quv yilidir, balki ikki o'quv yilidir, juda ham ko'p mehnat qildinglar. Ko'pchiliginglar menimcha Westminster litseyga topshirmoqchisizlar. Xudo xolasa niyatinglarga erishinglar. Qolaversa nafaqat sizlar, balki men sizlar bilan Abror ustozinglar, Arslon akanglar, qolgan Malika ustozlar bor, boshqa keyin yana Abjal ustozinglar boshida mana yordam berdi ancha. Ularning ham mehnati ancha sizlarga singan. Endi mana ertaga Xudo xolasa o'zinglarni ko'rsatadigan payt, sizlarni mani bilasizlar, sizlarni mani bilmaysizlar. Ertaga Xudo xolasa shu narsani demak ko'rsatishinglar kerak. Ekzamen haqida keladigan bo'lsak, ekzamen Xudo xolasa zo'r o'tadi. Biz sizlarga ishonamiz, chunki mana programmalarni o'zimiz tuzganmiz. Abror akanglar, Arslon akanglar, qolgan o'qituvchilar o'tilmagan narsa yo'q. Birinchi o'rinda shuni tushuninglar-da, o'tmaganmiz, ishlamaganmiz degan narsalar yo'q. Agar mabodo qanaqadir temada qiynalsanglar, boshqa narsalar bo'lsa, mana YouTube'da kanallarda, Telegramda ssilkalarni jo'natyapmiz. Hamma mavzular bo'yicha videolar bor. O'shalarni ko'rishinglar mumkin. Bizning traditsiyamiz bor. Balki o'tgan yilgi undan oldingi videolarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Shu imtihon kuni bo'ladigan bo'lsa, mana ertaga Xudo xolasa sizlar bilan teng yotib, teng turamizda. Bu mana shunaqa fraza bor o'zbek tilida. Ya'ni ertaga sizlar o'sha yerda 6 da bo'lasizlarmi, 7 ga borasizlarmi, yoki 1:30 da bo'ladimi obeddan keyin, yoki 25-kunimi? Xudo xolasa sizlar bilan o'sha yerda bo'lib, birga soperejevaniya qilib, o'sha kirishinglardan boshlab chiqishinglargacha kutib olib, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, analiz qilib, hammasini shu boshda kelganinglarda ota-onalarga aytilgan shu soprovождение degan narsa bor. Shunaqa narsa qilib boramiz. Bu sizlarga befarq emasligimizni bitta anaqa znagi. Masalan, ko'p o'quv markazlari, ko'p o'qituvchilar tayyorlaydi, darsimiz tugadi, bo'ldi, imtihonga boraverasan. Bizda unaqa emas. Shu как ota-onalar sifatida, даже ko'pchiliginglarni ota-onalarning ertaga ishi bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalarga даже vaqti bo'lmasligi mumkin sizlar bilan borgani. Yoki borishi mumkin, tashlab ketishi mumkin. Bo'ldi, imtihondan chiqqandan keyin uyga borasan. Baribir ko'pchilikning oylari, adalari boradi. Bundan xursandmiz. O'sha yerda birgalashib shu turamizda, sizlarga balet qilib, bandirlarda isminglarni yozib olib, davay deb. Bu tarixda qoladigan narsalar. Keyin yana ekzamen haqida aytadigan bo'lsak, ekzamenda o'zinglarni yo'qotmanglar. Men kecha o'zimning gruppamga aytdim shekilli. Mana bugun endi sizlar oxirgi darslardan bittasi. Hozir qolganlarga ham aytamiz. Birinchi qiladigan ishinglar mana 7:30 da bordinglarmi? Xudo xolasa adashmasam 7:30 deb yozilgan propuska, lekin imtihonimiz o'zi aslida bir 9 larda boshlansa kerak. Nimaga unaqa? Chunki u yerda katta potok bo'ladi, 2000-3000 ga yaqin odam bo'ladi. Uni xaritasini tekshirib, chiroyli tartibli qilib, o'sha stoligacha olib borgungacha ozgina vaqt kerak bo'ladi organizatorlarga. Shuning uchun 7:30 ga chaqiradi. Shu 1 soat, 1,5 soat ichida hammani chiroyli qilib joyiga tarab o'tkazib, shunga vaqt kerak bo'ladi ularga. 7:30 da degani bilan baribir sizlar 6 da bora olasizlar, yoki 6:30 da borasizlar, 7 da borasizlar. Shuning uchun ertalab uydan chiqayotganda yaxshi ovqatlanish kerak. Men shuni aytmoqchiman. Yaxshi to'yib, o'zingizlar yoqtirgan narsani yeb borish kerak. Ovqat bo'yicha, pitaniya bo'yicha yana bitta rekomendatsiya. Men bu hozirdan boshlab, kecha o'zim boshqalarga ham aytdik, iloji boricha ho'l meva, fruktlar, tarvuz, qovun, shunaqa narsalarni yemanglar. Bir kunga sabr qilib turinglar. Bilib bo'lmaydi. Masalan, yil davomida yeb yurasan deb banan. Shu imtihon kuniga kelganda bir narsa banan yeysan, keyin u yog'i vaziyat qiyin bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri, hozir dorilar bor, sirasi to'xtatadi, boshqa narsa qiladi. Organizm рабочий состояниеda bo'lishi kerak-da. Har kuni qanaqa dars qilayotganingda qanaqa состояниеda bo'lsa, shunaqa состояниеda bo'lishi kerak. Bu ovqat bo'yicha, pitaniya bo'yicha eng muhim rekomendatsiyalardan bittasi. Mabodo o'sha qovun, tarvuz nimadir yegan bo'lsanglar, orqasidan suv ichib qo'ymanglar. Eng glavniysi shu. Ichib qo'ysanglar bilasizlar nima bo'lishini, yomon bo'ladi. Shuning yo'q, bu kulgili bo'lishi mumkin, lekin kimdir xayoliga kelmaydi. Bu narsani kimdir aytish kerak. Shuning uchun biz aytishga majburmiz. Keyin yana bitta narsa, to'yib uxlanglar bugun. Bilamiz, xayolingizda ming xil fikr bo'ladi. Ertaga qanaqa bo'lar ekan, biz o'tgan tema tusharmikan, biz o'tmagan tema tusharmikan, shunaqa xayollar bo'ladi. Bu narsalarni iloji boricha o'ylamasdan, yaxshi narsalarni o'ylash kerak. Odam umuman bunaqa paytda shu yaxshi narsalarni o'ylash kerak. Qanaqa yaxshi narsalar bor? Masalan, kimdandir padarak olgansan, kimgadir bu padarak bergansan, kimgadir yaxshilik qilgansan, yoki qaysidir o'rtog'ing masalan
qayergadir borgansizlar aylangan. Shunaqa narsalarni ozgina o'ylasanglar chalg'aysizlar. Iloji boricha gadjetlar boshqa narsalar ko'rmanglar, chunki baribir u narsalar mozgga nagruzka beradi. Ayniqsa kino, serial bu narsalar ko'rsanglar, mozg восстановить qilishga ulgurmaydi ekzamengacha. Bu narsalar bir kunda qilish qiyindir, ozgina o'zinglar upravlat qilishga harakat qilinglar. Ya'ni yaxshi velosiped qilish kerak, yaxshi to'yib uxlash kerak bugun. Majburlaylar, hamma o'chirib qo'yinglar, qorong'i olinglar xonani. Hech qilib nima bo'lsa ham uxlanglar-da, chunki свежий mozg ekzamenni bir 30-40% ga o'sha успешно qilib beradigan narsa. Eng главный narsa. Keyin mana xudo xolasa ekzamen kunigacha keldik, 7:30 bo'ldi, sekin-sekin kirg'izyapti. Xudo xolasa bugun ulgursak, bugun borib lokatsiyalarni kanallarga tashlab qo'yamiz, Real Science kanaliga. Rasmini, videosini qayerdan kirish kerak, kim qaysi joyda bo'ladi. Mana hamma narsani sizlar uchun qilishga harakat qilyapmiz. Что sizlar точно boringlar, do'dirab yurmanglar, qidirib yurmanglar, qayerdan kiradi, nima bo'ladi. O'sha точка сбора bo'ladi, iloji boricha o'sha yerga borishga harakat qilinglar. Ertalab ham ko'rishamiz. Keyin o'sha 7:30 da sekin kirish boshladinglar-da, kirdinglar, masalan, ertaroq kirib qolgan bo'lsanglar, vaqt o'tishi juda ham qiyin bo'ladi. Tepada tablo bo'ladi, kim milliy sertifikat imtihon topshirgan bo'lsa, matematikada boshqasidan ertaroq kirib qolgan bo'lsa, tablo turgan bo'ladi. Masalan, 19, 20, 21, qanaqa sekin o'tadi, tushuntiryapman-ku. Mana shunaqa o'tadi, bundan ham sekin o'tadi, chunki sen kirgansan, hali imtihon boshlanishiga yarim soat bor. Bu yoqqa qarading, bo'ldi, telefoning yo'q. Avtomat zerikkan telefonga qaraymiz-ku. O'sha paytda ham iloji boricha bir o'zingizlarga taktika tuzishga harakat qilinglar-da. Taktikani hozir men primerni aytaman, qanaqa bo'ladi. Birinchi ishlaydigan misollar qanaqa bo'lishi kerak bilasizlarmi? Oson emas. Yo'q. Birinchi qaysi misol ishlash kerak ekzamenda? Qila oladigan ham emas. Yana qaysi? Ko'pini qila olaysizlar o'tda. Sizlar 20 ta bo'lsa bir hammasini qila olaysizlar-da. Lekin qaysidan boshlash kerak? To'g'ri aytdingiz, hozirga qaytamiz. Men o'sha joyni o'tkazib yuboraman. Qaysi misoldan boshlash kerak? Yo'q, qiyinidan emas. Mana любой narsada biz odammiz-da. Masalan, matematikada ham, angliyskida ham, maktabda ham, boshqa joyda ham sizlar yaxshi ko'radigan narsalar bor, yomon ko'radigan narsalar bor. Bu hamma joyda. Bu PlayStation bo'ladimi, futbol bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Masalan, men hujumda o'ynashni yaxshi ko'raman deydi kimdir futbolda. Zashtaga turgan vratarga desa, "Yo'q, asha kategoriyasiga ne люблю" deydi. Matematikada ham shunaqa narsalar bor. Sizlar qaysi temani yaxshi ko'rasizlar? Droplarnimi, logaritmlarnimi yo boshqa narsanimi? O'sha narsadan boshlash kerak. Chunki birinchi ishlangan primer ko'p ekzamenlarda o'sha ключевой faktorda. Birinchi primerni maza qilib ishlasang, ya'ni ishlaganda shunday ishlading, aytganing bo'ldi, chiqdi. O'sha temani yaxshi ko'rasan. Mana shu misolni ishlash kerak. Oson qiyin degan narsa yo'q. Bu endi oxirida aytyapmiz, oldin aytganimizda baribir anti-effekt bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir aytyapmiz bu narsani. Ya'ni o'zinglar uchun o'zinglar mana bugun nima qilib olinglar. Men qaysi temani yaxshi ko'raman o'z matematikada. Masalan, ko'pchilik trigonometriyani yomon ko'radi. Chunki trigonometriyadan kam praktika qilgan bo'ladi. Geometriyani ham yomon ko'radi, chunki geometriyani kam praktika qilgan bo'ladi. Umuman yomon ko'raman degan narsa, demak, sizlar kamroq bilasizlar u temani. Shuning uchun u temalardan qochish kerak. Sizlar qaysi temani yaxshi bilsanglar, birinchi bo'lib shundan ishlash kerak. Bu IQ ga ham tegishli, matematikaga ham tegishli, angliysiga ham tegishli. Masalan, kimlardir IQ da chislovoylarni ishlashni yaxshi ko'radi, mazza qiladi ishlasa. Kimlardir naborot chislovoy desa, "Mana shu tushmasin" deb turadi. Shuning uchun topinglar-da o'zinglar. Endi ichinglarni o'zinglar bilasizlar. Masalan, har bitta predmetdan kamida bir 1000 tadan misol ishlagansizlar-da. 1000 taning ichida kategoriyalar podsoznaniy avtomatik bo'lib chiqqan sizlarda. Bu qanaqa? Men bu yaxshi ko'radigan, bu yomon, bu 50 taksibi. Shuni aniqlab olinglar-da. Mana ertaga yoki bugun masalan, men temadan tushsa birinchi ishlayman, yoki men temadan tushsa birinchi ishlayman. Demak, birinchi ishlangan primer farqi yo'q, bu IQ matematikami o'sha keyingi o'sha primerlarga ta'sir qiladi. Sizlar shu primerni zo'r ishlasanglar, bu keyingilar xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bu birinchi eng главный rekomendatsiyalardan bittasi. Ikkinchi rekomendatsiya, men boya o'sha joyini o'tkazib ketdim-man. Birinchi ekzamenga kirganda, mana ekzamen boshlandi, xudo xolasa 7:30 da boshlandi, kirdinglar, 9 ga yaqin bo'ldi. Mendaqa test varaqachalar tarqatdi sizlarga. Sirazu oliboq ishlab ketmanglar. Chunki ana olganda sizlarda уже 1000 xil savollar bo'ladi. Hali ochmayapsizlar, ko'rib turibsizlar oldinglarda, ana kniga вопрос turibdi.
biladigan savolim tusharmikin, bilmaydiganmikin, hozir ishlolmay qolsam, adam bunaqa qiladilar, oyim bunaqa qiladilar. Mana shunaqa davleniya bo'lmasin, bo'ladi. Shuni o'tkazib yuborish uchun unda давайте boshlaylik degandan keyin, tablo yurgandan keyin sal qaranglar bunda. Nima o'tdi zadaniyalar bor o'zi. Просто unda klassifikatsiya qilinglar-da. Keyin hammasi 20 tadan bormi? Matematika 20 ta, angliyskiy 20 ta, masalan, IQ 20 tadan bo'lishi kerak. Ba'zi nimalarda endi редчайший случайлар bular qanaqadir ko'p bo'lib qoladi, kam bo'lib qoladi. Shunaqa narsani o'zi ular ham aytadi. Kniga просто tekshiringlar, hammasi целыйmi, bormi? Aytadi. Xo'p, unaqa aytdi, masalan, vaqt ketyapti. Nima qilish kerak? Сразу men bu birinchi drop ekan, давайте men ishlayman, taqrat-qur. O'zi yuraginglar taxikardiya bo'ladi, sal tezroq urishni boshlaydi qo'linglar. Sal bo'lsa ham qaltiraydi, men qaltiramaydi, men anaqa emasman. Ular kimda bo'ladi? Hech balon bilmaydiganlarda bo'ladi. Просто dokument topshirgan, o'rtog'im topshiryapti, real science'ga boradi, men ham topshiraman. Kirdi, hech balon bilmaydi, yo'qotadigan narsasi yo'q-da. Shunaqalarda hayajon bo'lmaydi. Sizlarni biz voydod ekzamenga topshirasan, yaxshi o'qigan deb kelganmiz-da 1 yildan beri. Shuning uchun sizlarda ani davleniya katta. Xuddi Mbappe yoki Angliya boshqalarda mana davleniya katta bo'ldi-yu, oxiri chiqib ketdi. O'sha davleniyani yenga olmadi-da qaysidir futbolistlar. Sizlarda ham xuddi shunaqa. Sizlardan ko'p odamlar kutyapti, umid qilyapti, qarindoshinglar, biz, ota-onanglar. O'sha davleniyani o'zi o'tib ketadi, xudo xolasa. Bir uzog'i 30 sekund, 40 sekund o'tib ketadi. Faqat uning uchun сразу ishlab yormaslik kerak-da, bir qarash kerak. Ozgina bir normal рабочий состояниеga kelgandan keyin organizm. Shundan keyin sekin boshlash kerak. Unda ham qaysi primerdan ekan? Sen yaxshi ko'radigan temadagi primerdan boshlash kerak. Anu nimani o'tkazib yormasang, сразу oldingda birinchisidan boshlab taqrat-qur ishlashni boshlading. U волнениеda ishlayapsan-da, уже nima deydi, обороting baland, mozg oboroti baland, diq. O'shanda demak sen nuqtani ko'rmay qolasan, plus minus ko'rmay qolasan, a bilan b ni adashtirib yuborasan. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun, demak, normal рабочий состояниеga tushib olish kerak. Lekin bu degani, mana hayajonim o'tmayapti deb 1 soat o'tiravermanglar. Oqilagan betganlar, hayajonim qo'lim qaltirash to'xtamayapti deb. Ko'pchilikda o'tib ketadi, hammanglarda xudo xolasa hayajon ham bo'lmas, bo'lmasin ham. Bo'lib qolsa, demak, shunaqa yo'l qilish kerak. Bo'lmasa, рабочий состояниеda ishlamasanglar, o'zingizlar ko'rasizlar. Xudo xolasa ekzamenga bu yoqqa kelamiz. Mana bunaqa savol shu desa, ani o'quvchi aytadi, "Yo'q, bunaqa savol yo'q edi-yu." Yo'q, hammada bir xil savol bo'lgan. Mana bunaqa A da, mana B da, C da bunaqa edi desa, "Yo'q, menda unaqa savol tushmadi" deydi. Keyin восстановить qilgandan keyin men bor 19 tasi borda, ani eslolmayapti. Chunki u волнениеda ishlaganda, mozg hammada nafaqat sizlarda ota-onanglar hozir imtihonida ekzamen topshirsa, ularda ham волнение bo'ladi. Bu normalniy, ya'ni человеческий naturada, bu to'g'ri tushunish kerak. Bu sizlarda bor, bizda yo'q demayapmiz. Bu shunaqa qilib, просто ozgina upravlat qilish kerak. Tushundinglar? Keyin mana yana bitta ko'pchilik xato qiladigan narsa shu birinchidan boshlab ishlaydi-da. Mana mockda ham ko'p ko'raman. Opit katta, birinchidan boshlab ishlaydi. Unaqa emas. Balki 20-chisi eng anaqadir. Birinchi ishlaydigan misolimizni tushundik. Bu esdan chiqib ketsa ham, ana birdan boshlab ishlamagin-da. Men aytdim, maslahat berdim. Eng yaxshi ko'rgan misolingni boshlagin dedim. Hayajon desan, u men aytgan narsalar esdan chiqib ketdi. Lekin shunda ham birinchidan boshlab ishlash shart emas. Chunki imtihon tuzayotgan odamlar ham, ular ham durak emas. Shu mana birinchisi to'piga kirsinda, shu kamroq balosin deydi-da. Shuning uchun, demak, birinchidan boshlash shart emas. Birinchi matematikadan boshlash shart emas. IQ dan boshlash shart emas. Sizlarga qaysi yoqsa, shundan boshlash kerak. Tushundinglar? Xo'p, bu demak, nima deydi, taktik nimalar-da? Ha, demak, taktikalarni shunaqa qilib qilamiz. Keyin yana bitta eng ko'p qilinadigan xatolardan bittasi, bitta misolda juda ham ko'p qolib ketish. Juda ham ko'p degani 10 minut emas, уже 2 minut, 3 minutdan oshib ketyaptimi? Sen ko'p vaqt sarflayapsan bunga. U yerda ishlanadigan misollar, xo'p, bitta ikkitasi shunaqa bo'lishi mumkin. Qolganlari shu bitta formula, bitta вычисление bilan chiqadigan narsalar bo'ladi ko'pi. Bu shunga mo'ljallanganda, masalan, 1 soat 10 minutmi beradi ikkita fanga. Bitta predmetga bir 30 minut, 40 minut atrofida beradi. 20 ga bo'linglar, qancha? 2 minutda. 2 minut bu bo'yashi bilan birga. Bu degani 1 minut uzoq, 1,5 minutda bitta misol ishlashingiz kerak. Srednim. Shuning uchun уже 1 minut, 2 minut, 3 minut bo'ldimi? Bo'ldi, boshqa primerga o'tish kerak. Chunki odam o'ziga shunaqa, bitta tupikka kirdimi, chiqib ketmasanglar, o'zingizlarni tortmasanglar orqaga, yana tupik bo'laverasizlar, ya'ni bilgan narsanglar ham o'sha jarga qarab ketaveradi. Bu juda ham muhim.
bu moklarda boshqa narsalarda endi e'tibor bergan bo'lsa bermagan bo'lsa o'sha odam o'zini to'xtatish kerakda. To'xtatish bo'lib chiqmadimi keyingisi mayli o'sha ishlamagin, navbat qilib yuborgin vaqting qolmasa. Lekin o'shani deb narigi misollaganki vaqtinglar qolmaydi, настроениyalar buziladi. Voy men bilmas ekanman degan narsa anta aylanish boshlaydi. Bu eng yomon narsa. Shuning uchun biz aytamiz, birinchi ishlaydigan misoling eng yaxshi ko'rgan misoling bo'lsin, eng yaxshi ko'rgan temang bo'lsin. Приятно bo'lish kerak odamga. Keyin o'zingizlarga uslubiy yaratib olishinglar mumkin. Bu qanaqa uslubiyalar? Sizlarga ruchka beradi, adashmasam. Suv beradi, formulalar beradi. Chernovik kerak bo'lsa, adashmasam so'rasanglar beradi. Atak kniga вопрос o'zi savollarning orasida katta-katta joylar bo'ladi. O'sha joylarga yozgin deydi. To'lib ketgan bo'lsa ko'rsatinglar-da, aka, opa, mana to'lib ketdi. Qayerga yozay? Partaga yozaymi deysizlar-da. Endi hozir men obrazni aytyapman. So'rash kerak. Menga chernovik agar mumkin bo'lsa beringlar. Menimcha beradi. Suv ichib bo'lding. Endi hayajonda ko'p barib suv ichiladi. Yana suv ichishing keladi, yana so'ragin. Ruchkang yozmayaptimi? So'ragin. Xullas, u yerdagi odamlar sizlarga yordam berish uchun yuribdi. Oldinida u ana ota-onalarning paytida ekzaminator desa hamma qo'rqardi, xohlaganini qilardi. Umuman anaqa nima edi? Qo'pol odamlar shunaqa bo'lardi. Chunki ularga oldin pul to'lanarmi, to'lanmasmi esimda yo'q. Qanaqadir tekinga ishlayotgandek majburdek bir o'zini tutardi-da. Hozir ular o'zi ariza topshirib, registratsiyalardan o'tib, shu pul ishlayman deb keladigan odamlar bo'ladi, ular ekzaminatorlar. Sizlarga qaraydiganlar. Shuning uchun sizlarga yordam berish ularga ham mazada, chunki prosta yurish anaqa emasda, kim bilandir muloqot qilsa, ularning ham vaqti tezroq o'tadi. Muloyim bo'lish kerak, ekzaminatorlar bilan urushmaslik kerak. Keyin, masalan, atrofingizda har xil shumlar bo'lyapti. Sizlar o'tiribsizlar, bunaqa parta bo'lmaydi, bittalik parta bo'ladi. Mana hozir biz silkasini bir real-science tashlab qo'yamiz. Ekzamen o'zi tepadan qanaqa ko'rinadi, qanaqa auditoriyada bo'ladi, qanaqa pavilyonda bo'ladi. Bittalik nima? Mana shu oranglarda u yog'ida ozgina joy bor, bu yoqda mana shuncha joy bor. Mana shunaqa joyda o'tirasizlar. Atrofingizda qanaqadir shum bo'lsa, ekzaminatorga aytish kerak. Bularni chiqarib yuboring emas, bular menga xalaqit qilyapti. Yoki kimdir gaplashyapti, yoki kimdir ovoz chiqarib, masalan, ishlayapti. Ba'zida bo'ladi-yu, masalan, ishlayotganda 2+2 bir narsa deb ishlaydi-da, u senga xalaqit qilayotgan bo'lsa, aytish kerak. Mana uni chiqarib yuborgan, buni chiqarib yuborgan, ko'chiryapti emas. Men bilan menga xalaqit qilyapti. Yoki meni boshqa joyga o'tkazing, yoki chora ko'ring desanglar, ular sizlarga yordam beradi. Xullas, sizlarga qanaqa komfortli bo'lsa, sizlarda do'st bor, xohlagancha o'zingizlarga qilib olishinglar mumkin. Shuni aytmoqchiman-da. Uyalmanglar, ani voy bu begona-ku, qanaqa gapiraman, boshqa-ku. Ko'pchiliginglar uyalasizlar-da, o'zbekchilik bor, xijolat qilasizlar gapirgan. Unaqa emas. Sizlarning haqqinglar bor, huquqinglar bor. Shu narsani aytgan. Tushundinglar? Keyin shustrilik qilib, kitobchalarni bir narsalarni olib ketaman deb harakat qilmanglar. O'zlari aytadi, olib chiqib ketish mumkin emas. Tutib olsa, boshqa narsa qilsa, akt qilib, nol qo'yib yuborish mumkin. Akt qildi degani, ular yaxshi narsa emas degani. Bo'yaydigan narsalar bor. Bo'yaydigan narsalarni menimcha o'qituvchilar hammasini tushuntirdi. Bu ham o'zi hozir men aytayotgan narsalar hammasi muhim. Shu muhimlarning ichidan ham eng muhimrog'i shu narsa. Chunki sen 20 ta matematika, 20 ta IQ ishladingda, aytaylik, hammasini ishlading, zo'r, kayfiyating zo'r. Lekin mana buni noto'g'ri оформить qilsanglar, bo'yaydiganni, bo'ldi, o'sha narsalar hisoblanmaydi. Xudo xolasa sizlar lichniy kabinetingizda o'sha blank ответов bo'yagan narsalarni skaner qilingan varianti ham ko'rinadi. Endi qaysi to'g'ri, qaysi xato esimda yo'q, menimcha ko'rinmaydi, yoki ko'rinarmidi esimda yo'q. Lekin o'shandan ham bilib olsa bo'ladi-da, keyin rezultatlar chiqqandan keyin. Xato bo'lsa, demak u to'g'ri ishlagan bo'lsang ham o'sha noto'g'ri bo'yaganing uchun ili ikkita variant bo'yab qo'ygansan, ili bitta variant bo'yab turib ozgina ruchkangda tegib ketib qolgan. Shunaqa narsalar bizda bo'ladi. Shuning uchun doim har yili shu praktika qildirtiramiz o'quvchilarga. To'g'ri bo'yanglar, bu juda ham muhim. Keyin mana bu atrofingizda kimdir o'tayotgan bo'lsa, iloji boricha ana o'sha bo'yalgan narsani pastga qaratib qo'yinglar. Chunki yoningizda o'tayotgan odam, endi ekzaminatormi yoki kimdirmi ruchkasi bo'lsa, o'tayotganda bunday tegib ketsa, ana bo'yagan narsalarga bunday chiziq tushib qoladi. Ko'pi xato bo'ladi. To'g'rimi? Chunki bittani bo'yagin deyapmiz, qolganlariga tegmagin deyapmiz. Ruchka bunday tegib ketib qolsa, hammasi yomon bo'ladi. Endi bu ham возможный случай, kamdan kam bo'ladigan narsalar. U ham ataylabdan qilmaydi u odam ham. Sen o'zing narsangga o'zing sal ehtiyot bo'lishing kerak. Tushunyapsizlar? Xo'p, yana sizlarga aytadigan narsalardan nima bor? Temalar bo'yicha.
Temalar bo'yicha har yili arifmetический progressiya, geometrический progressiya tushyapti oxirgi 4 yil, 5 yilda. Ba'zi yillari tushmagan, lekin oxirgi 4-5 yilda doim tushyapti. Или отдельно arifmetический progressiya, geometrический progressiya отдельно ikkita savol. Или ikkalasini mix qilingani. Shunaqa zadachalar ham bor. Usmonovda ham bor, Samarkandskiyda, boshqa hamma kitoblarda bor. Bir nima bo'lsa uyda bir qarab qo'yinglar, ochib. Qanaqa ishlanadi? Ayniqsa Samarkandskiyning zo'r tomoni u yerda bilasizlar, o'rtada primerlarni nima qilib ko'rsatgan? Ishlab ko'rsatgan. O'sha решениyalarni просто ishlamasanglar ham qarab qo'ysanglar, endi sizlar aqllisizlar, endi qaraganda esingizga tushadi. Ha, bunday ishlar ekanman. Xo'p, trigonometriya обязательно bo'ladi. Xo'p, droplar bo'ladi, korellar bo'ladi, tekstli zadachalar bo'ladi, protsentlar bo'ladi. Geometriyadan треугольник, окружность, bu bo'lsa четырехугольник bo'ldi, boshqa narsa bo'lmaydi. И vektorlar обязательно bo'ladi. Vektorlarni ham bir повтор qilib qo'yinglar. Vektorlarni ham hammasini bizda YouTube kanalga kirsanglar, или Real Science kanaliga kirsanglar, Telegramda sizlarga hammanglarga guruh kanallarga jo'natilgan. O'shalarning ichida vektorlar ham bor. Vektorlarni рисунок xilligi ham bor. Chertyoj qilib beradi. Или koordinatali variantlari ham bor. Ularni ham bir повтор qilib qo'yinglar uyda. И funksiya обязательно tushyapti har yili. Или u ham grafический nimadir funksiya beradi, buni область определения или область возрастания, область убывания deydi, или четность deydi, или линейный funksiya, квадратичный funksiya. Shunaqa narsalar ham bor. IQdan endi o'tda all include, любой narsa bo'lishi mumkin. Bir narsa deya olmaymiz. Ba'zi yil bunaqa tushadi, ba'zi yil bunaqa tushadi. И IQda deyarli har yili variantlar 5 ta. A, B, C, D, E. Shunga e'tibor beringlar, xo'p? Matematikada 4 ta, IQda 5 ta. Endi bu yil nima bo'ladi? Buni aytasizlar. Balki bu yil 4 ta qilib qo'yar uni ham. Balki bu yil IQdan вообще yangi qanaqadir misollar tuzishar. Uni biz bilmaymiz, uni sizlar aytasizlar bizga. Xullas, har yili biz mana shunaqa analiz qilib boramiz ekzamenlarni. Shuning uchun eng dostoverniy materiallar litseylar bo'yicha bizda, universitetlar bo'yicha, DTM anaqa ekzamenlari bo'yicha. Har yili realniy tushgan narsalarni analiz qilib, programmamizga, sillabusimizga korrektorovka qilib boramiz. Bu yil mana bunaqa narsalar qo'shilib, demak, mana bu kitobga ham qo'shamiz. Или naborot, mana bu narsa 3 yildan beri tushmayapti, uni chiqarib yuboramiz. Shunaqa qilib, sizlar eng autentik qanaqadir materiallar bilan tayyorlandinglar. Xudo xolasa bu yil ham o'sha IQdan ham, matematikadan ham sizlar o'tgan, ishlagan, даже to'ch misollar ham tushadi. Masalan, mana o'tgan yil emas, o'tgan yil ekan. Biz o'sha dars paytida ko'rsatganmiz. Masalan, 20 ta mock qilib, o'sha 20 tadan masalan 20 ta tushgan variantlari ham bo'lgan. 4 ta smena bor, ko'p 24 ikkita, 25 ikkita. Bitta smenaga o'sha biz bergan to'ch zadaniya tushgan. Bu o'quvchilar chiqyapti-da, bizni quchoqlayapti-da. Mockda bergan narsalar to'ch tushdi. Bu zo'r narsa-ku. Shunda ham endi kimlardir esida qolmagan, или hayajonda noto'g'ri belgilagan, 20 tadan 20 ta kam chiqqan. Lekin shunaqa nimalar ham bor. Shuning uchun sizlar mockga qanchalik ko'p qatnashgan bo'lsanglar, или uyda ko'p ishlagan bo'lsanglar, shunchalik veriyatность oshib boraveradi. Endi oxirida qanaqadir savollar bo'lsa, shularga ham nima beraylik, возможность beraylik. Savolinglar bo'lsa, ekzamen bo'yichami, mandatlar bo'yichami? Mandat taxminan shu bir haftadan 10 kungacha bo'lgan vaqtda chiqsa kerak. Har yil shunaqa chiqadi-da. Shanba kuni oxirgi ekzamen bo'lgan bo'lsa, скорее всего, keyingi shanbami yoki yakshanbami javob chiqsa kerak, menimcha. И дополнительный klasslar bo'yicha sizlarga ma'lumot berilgan. Mana shu endi ertaga indingi ekzamenda bo'lasizlar. Dushanba kuni hali bormagan bo'lsangiz, litseyga bir borib, priyomniy komissiyani direktorlar bilan tanishib, litseylarga arizalar yozib qo'yinglar. Bu sizlarga как дополнительный bonus. Xudo xolasa bunga ham kirasizlar, bunga ham kirasizlar. Zato platniy anaqa kurslarni afzalliklari juda ham ko'p. Ertaga chet elga ketmoqchi bo'lsanglar, o'qishinglarni o'sha chet el bilan bog'lamoqchi bo'lsanglar, ular sizlarga juda ham katta yordam beradi. Bu gap pulda emas, gap o'sha privilegiyalardan foydalanishdi. И forma bo'yicha kecha kimdir biz ishdan keyin o'tirgan edik, Arslon aka kelgan, Avrora kelgan, telefon qilib so'rayapti, qanaqa formada boray. Forma приятный, o'zingizlarga qanaqa приятный forma bo'lsa boraverasizlar. Vulgarniy qanaqadir bo'lib ketish shart emas, bolalar ham, qizlar ham. O'zingizlarga qanaqa удобный forma bo'lsa, shunaqa formada boraverasizlar. Желательно головной убор olib olish kerak, chunki pavilyon ichkarida bo'lgani bilan baribir qanaqadir oynalari bor, oynadan quyosh tushishi mumkin. Agar o'sha joyga tushib qolsanglar, головной убор bo'lsa, baribir ancha sizlarni saqlaydi. Bo'lmasa, oynadan tushayotgan to'g'ridan-to'g'ri nur baribir qanaqadir protsentlarda sizlarga xalaqit qilishi mumkin.
ekzamen paytida уборныйga chiqishi mumkin, so'rasanglar bo'ladi. Qanaqadir очередь bilan chiqarishi mumkin. Chiqsa bo'ladi. Agar bu zarur bo'lsa, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ekzamen oldidan o'sha yerda sizlar bilan xudo xolisa ko'rishamiz, sbor qilamiz. Ekzamen chiqqandan keyin menimcha chiqadigan joy bitta, har yili kiradigan chiqadigan joy bitta bo'ladi. Chiqayotganda ham iloji boricha shu yerga kelishga harakat qilinglar. Kecha boshqalarga ham aytdik. Nima uchun bu muhim? Ba'zida bo'ladi bizda, masalan, juda ham xursand bo'lib chiqadi o'quvchilar. Biz ham xursand bo'lib ketamiz. Ha desam, hamma bilgan narsam tushdi, hammasini ishladim deydi. Keyin bu yoqqa keladi xursand bo'lib, analiz qilamiz, восстановить qilamiz variantda. Matematikadan 20 ta, IQ dan 20 ta. Keyin ko'rsak, bolang kayfiyat tushib boshlaydi. Nimaga desa, men bunaqa qiluvdim, bunaqa qiluvdim, уже 2 3 4 5 ta xato bo'lishni boshlaydi-da. U ishlashni bilgan, lekin o'sha nevнимательностьni или ozgina shoshqaloqlik deb o'sha xato variantlarni belgilagan. Nima или наоборот bo'ladi. Xafa bo'lib chiqadi-da, voy oqilarga o'xshamadimi, uyga ketaveray, provalit qildim, sizni anaqa qildim, yuzingizni qaratdim, unaqa deydi. Yo'q, davay yurgin deb olib kelamiz. Bu yerda naоборот unda. Men noto'g'ri ishladim deb shekilli, men buni belgiladim deydi. Na samом деле to'g'ri bo'ladi. Shunaqadan 3-4 ta plus. Или o'ziga o'zi yomon deganlar yomon chiqadi, yaxshi deganlar yaxshi chiqadi. Shunaqa 4 ta разный случай bo'lishi mumkin. Endi bizda anaqa boshqalarga o'xshab случайно belgilab chiqadiganlar yo'q-ku, hammasi tayinlanganlar. Xo'p, yana nimadir demoqchi edim, hozir esimdan chiqib qoldi. Ekzamen bo'yicha, vопросlar bo'yicha bo'ldi shekilli, menimcha. Endi sekret bordi-da, Abror aka uni ertaga aytadi o'zi, imtihon oldi. Yana nima qoldi? Savollar bo'lsa beringlar, o'shanda balki esimga tushar. Men nimadir yana важный sizlarga aytmoqchi edim-da, hozir tilim uchida turdi, esimdan chiqib qoldi. Savollar yo'qmi umuman? Hammanglar tayyormisizlar? Shunda kirasizlar, topshirib chiqasizlar-da. Как раз shu narsani aytmoqchi edim, rahmat. Mana bitta pavilyonda o'tirganinglarda hammada 20 ta matematika, 20 ta IQ bir xil задание bo'ladi. Bitta variant bo'ladi-da. Lekin вопросы местами меняются и варианты местами меняются. Например, у вас 19, у нее это 2. Например, у вас вариант А это 5, у нее 5 это С. Shunaqa bo'ladi, но вариант один и тот же. Это правильно, потому что раз мы хотим оценить знания учеников, то надо дать одинаковые знания, иначе как это? Неправильно же, правильно? Но задания отличаются только в разных сменах. Например, первая смена там один вариант, вторая смена совсем другой вариант, чтобы аналиz qilib, yana boshqa joylardan eshitib bir xil bo'lib qolmasin. Shuning uchun voy, men birinchi smenadagilarni chaqirishdi, qolganlar ko'rib oldi, keyin o'sha narsalarni o'rganib olishdi. Unaqa narsa yo'q. U DTMdagilar ahmoq emas-ku. 4 ta smenaga bir xil variant beradigan. Ular ham shu narsani biladi, ularning farzandi ham litseylarga topshiradi. Shuning uchun 4 ta smenadagi zadaniyalar hammasi absolutno har xil bo'ladi. Har xil bo'lgan aniqroq shu paytgacha. Endi balki bu yil bir xil qilib qo'yarman, uni bilmayman. Endi bu yil xudo xolisa bilib olamizda. Lekin bir xil qilsa, bu menimcha noto'g'ri bo'ladi, chunki u to'g'ri rasmga olib chiqarmagan, lekin sizlarga o'xshagan 100 ta o'quvchi keladi-da, variant восстановить qiladi-da. Keyin ota-onalar ko'plari xafa bo'ladi. Sizlar Telegramda birinchi smenada tushgan zadaniyalarni tarqatibsizlar. Biz hech kimga zadaniya tarqatmaymiz. Boshqa uchemiz sentrlar tarqatadi. Yana anaqasini ham qo'yib qo'yadi. Nima? Watermarkini, водяной знагini. Men palon uchemiz sentrdan men tarqatyapman. Biz unaqa ahmoq emasmiz-ku, o'zimiz konkurentni oshiradigan. Boshqa uchemiz sentrlar, или bizning shogirdlarimiz bor, masalan, Sarvar Dusyorov, или boshqa undan oldingilari bor. Mana o'zlari uchemiz sentr ochib, shu vestga tayyorlaymiz, qanaqadir Telegram gruppalar ochib olgan. Biz bergan narsani ular beradi sizlarga emas, boshqalarga. Shuning uchun shu o'qituvchilar nima degan bo'lsa, shu narsalarni esdan chiqarmasdan, ekzamenda hozirgi rekomendatsiyalarni iloji boricha qo'llagan holda ishlasanglar, yana ham ballinglar oshadi. Biz nimaga bu narsalarni aytamiz? Chunki bu ekzamen sizlarda birinchi marta katta ekzamenda, masalan, milliy sertifikat topshirayotganda senda unaqa hayajon bo'lishi mumkin, lekin важный emas. Chunki milliy sertifikatni sen yil davomida 5-6 marta topshirsang bo'ladi-da. Или universitetga kirayotganda ham sen xudo xolisa o'lguninggacha любой universitetga topshirsang bo'ladi. Unga chegara yo'q. Lekin litsey imtihoni bir marta bo'ladi. Buni qaytib topshira olmaysan, chunki keyingi yil sen 10-sinf bitirgan bo'lasan. 9-sinf bo'lmaysan. Shuning uchun bu qanaqadir своеобразный ekzamen-da. Bu hayotda bir marta bo'ladigan ekzamen.
unda o'ylab qarasa. Shuning uchun biz bu narsaga jiddiy qaraymiz va shu litseyga kirganinglarda sizlarda qanaqadir hayotinglarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin-da. Shuning ota-onalar menimcha shunga harakat qiladi. Shu переломный moment bo'lsin, litseyga kirsinda, o'qishi zo'r bo'lib ketsinda, keyinchalik o'sha ishi ham shunga proporsional bo'lsin. Ota-onalar, masalan, meni farzandim bo'lsa, men shunaqa o'ylayman-da, litseyga kirish bo'lsa nimaga kerak, to'g'ri? Maktablarda yursanglar bo'ladi-yu. Shu переломный moment uchun ota-onalar harakat qilyapti-da. 90 gradusga hayotingiz zo'r tomonga o'zgarishi kerak. Uning uchun ozgina mehnat qilgan bo'lishingiz kerak. Har doim bitta narsa bilan tugataman. Litseyga kiradiganlarning hammasi aqlli emas, lekin kirmaganlarning hammasi tupoy ham emas. Nimaga? Masalan, testku aytaylik, sredniy o'qiydigan maktab o'quvchisi matematikada masalan 10 ta ishlaydi-da. 10 ta ishladi, 10 tasini ishlolmadi, kuchi yetmadi. U nima qiladi? Navbat qiladi. Navbat qilgandan keyin masalan matematikadan aytaylik 19 ishlab qo'ydi, to'g'ri. 10 tadan 9 tasi to'g'ri chiqdi navbat. IQdan ham bir 5-6 tasini ko'chada yurgan bola ham masalan ishlay olishi mumkin. Chunki u yerda formula yo'q-ku. Unda qaraydi, figuralarni ayniqsa ishlash oson. Unda qiladi, 5-6 tasini ishladi. Aytaylik, qolgan yana bir 5-6 ta topdi, bir 14-15 ta ishladi. Endi to'g'ri Westminsterga kirmasligi mumkin, lekin boshqa masalan Turingga, Gubkinaga, Interhausga, diplomatiyaga qanaqadir kirib qolishi mumkin-da. Bu nima degani? Bu u aqlli degani emas-ku sizlarda. Или sizlar ulardan tupoy degani emas-ku kirmasanglar. Shuning uchun test tizimini shu o'ziga yarasha pluslari bor, minuslari bor. Aytmoqchiman, men kecha o'zimning gruppamga ham aytdim. Litseyga qanaqadir balla yetmay qolsa, bu fojia degani emas. Litseyda birinchi o'rinni olding degani bu вообще dahshat hayotingdagi eng zo'r narsa degani emas. Просто правильное времяda, правильный местada sen o'sha qanaqadir qarorlar qabul qilding. Men birinchi o'rinni oldim, eng aqllisi menman deyish, u ham noto'g'ri. Sandan aqlli bo'lib turib, qanaqadir xarakteri, qanaqadir fizический состоянияsi sal mandoroq bo'lib turib, или hayajondanmi, qanaqadir bitta ikkita xato qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Uni litseyga kirgandan keyin bilasizlar. Birinchi o'ringa kim kirganini hamma biladi, hamma shunga qarab boradi. Qani bu rostdan birinchi o'rinmi, rostdan wunderkindmi deb boradi-da. Endi ko'p hollarda bu to'g'ri bo'ladi. Bilimi bo'lib turib, hayajonni hisobiga o'zini ko'rsata olmagan talantlar juda ham ko'p bu hayotda. Va ko'pchiligimiz shunaqamiz. Shuning uchun litseyga kirmaslik sizlarning hayotingizda to'g'ri ko'p yaxshiliklarga olib keladi, lekin nimadir neudacha bo'lsa ham undan cho'kib qolmanglar. Uni yo'llarini aytganmiz, дополнительный klasslar bor, borib o'sha o'rtog'inglar bilan birga o'qisanglar bo'ladi. Menimcha ko'p narsa aytib yubordim bir deganda. Sekin uyga borib, hazm qilib, o'rtalarda bir kulib ham qo'yasiz. O'rtada prikol ham qilib ketdim, lekin hech kim kulmadi. Sal sekinroq aytib borsa kerak edi menimcha. Shuning uchun agar savollar yo'q bo'lsa, hammanglarni yana bir bor tabriklaymiz. Men o'zimning gruppamga ayniqsa ko'p aytaman. Atrofinglarni qaranglar mana, sinfdoshinglar, qarindoshinglar sizlar bilan tenglanadi. Qayerlarda yuribdi ular? Ili dam olishda yuribdi, ili bozorda ishlab yuribdi, ili просто uyda Counter Strike o'ynayapti, Instagramda o'tiryapti. O'shalar bilan xudo xolasa 2 yil 3 yildan keyin o'zingizlarni sravnit qilasizlar. Sizlar bu yerda issiqda kelib, kechqurunlar dars qilib, bir narsalar qilgansizlarda, ular o'ynab, kulib, dam olib yuribdi. Shunda ham o'sha farqi bo'ladi. Sizlarning mozginglar ancha ulardan o'tib ketgan. Sizlarning kelajaginglar baribir ancha yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun sizlar harakat qilyapsizlar-da. Yana bitta narsa, endi ko'p narsa bilaman, xafa bo'lmaysizlar, aytib ketishim kerak. Masalan, bu yilning o'zida sizlar universitetda ham hal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, hozir sizlarning formanglar matematikada самый pikda turibdi-da. Eng vashi umringlardagi eng zo'r pikda turibsizlar matematika bo'yicha. Shuni ozgina davom ettirib qo'ysanglar, uydami, uchemli sentrdan, boshqa joydami, SAT olib qo'yinglar, milliy sertifikat olib qo'yinglar, yana qanaqadir sertifikatlar bo'lsa, jimatlar bor, JR'lar bor. Shuni ozgina o'qib qo'ysanglar, mana to'xtatmasdan. Avgustda bir 5-10 kun dam olinglar-da. Keyin уже yana SAT boshqa narsalarga yozilib olib qo'ysanglar, bu universitetda ham hal qilib qo'ygan bo'lasizlar. IELTS'lar bor, 6-7,5 8 hammada zo'r. SAT bor, sertifikatlar bor. Bo'ldi, universitetdan tayyor. SAT 5 yilga o'tadi. IELTS'lar ham xudo xolasa yetadi 11-sinf anaqasiga. Ya'ni dokument topshirgungacha. Shuning uchun ozgina sabr qilib shu yana bitta ikkita sertifikat olib qo'ysanglar, bu temaga hayotingizda boshqa qaytmaysizlar. Mana SAT bir narsa deganlar bu shu universitetga kirish uchun-da. Universitetga kirgandan keyin hech kim sizlardan borgan IELTS olib kelgan, bir narsa qilgan deb so'ramaydi. Bu shu bilan xudo xolasa universitetga kirasizlar.
ishga kirasizlar, turmushga chiqasizlar, turmush qurasizlar, shunaqa bo'lib ketadi. Ozgina mana 2-3 oy sabr qilib shu o'qishinglarni davom ettirib qo'ysanglar, bizda demayapman, xohlasanglar bizda boshqa joyda akalar bilan, opanglar bilan, или samoстоятельныйmi, ChatGPT bilanmi, shuni ozgina davom ettirib qo'ysanglar, bo'ldi. Shu bilan уже umringlarda bo'ladigan barcha qiyin imtihonlardan o'tgan bo'lasizlarda. Qolgani xudo xolasa unaqa hayotda qanaqadir testlari bo'lishi mumkin, bunaqa matematika nimalar bo'yicha o'tirmaysizlar. Shu hammani ketgisi kelyapti, lekin bizni qo'yib yuborgimiz kelmayapti. Endi mani emas, Abror akalar, Arslon akalar, endi sizlarga ko'p mehri tushgan. Men ham o'sha bu yerda ko'pchilikni taniyman, o'sha bir hafta, 2 haftadan beri ishlayapman. Hammanglarga omad tilaymiz. Ko'nglinglarni cho'ktirmanglar. Yana bitta gap, eng nima deydi? Dostoynilar kiradi Westminsterga, esinglardan chiqmasin. Eng dostoyni degani hozir men aytgan narsalar itti-bitti qilib qaysidir litseyga kirish mumkin deyapman. Boshqacha aytganda, bu Westminsterga o'tmaydi bu narsa. Westminsterga kamida hech bo'lmaganda bir 15 16 ta matematikadan ishlashing kerak, 3-4 ta navbat qilishing kerak. 15 16 ishladi degani o'zi u dostoyni bola degani. Dostoyni o'quvchi degani. Aytmoqchiman, qayerdadir домашний qilmagan bo'lsanglar, darslarga kelmagan bo'lsanglar, xullas endi odam o'zi manda внутренний odamchasi bor, o'sha ikkita golос bor doim. Yaxshi golos bor, yomon golos bor. Yaxshi golos aytadi, домашний qilgin, litseyga kira olmaysan bo'lmasa deydi. Yomon golos nima deydi? Vaqt bor-ku, ertaga qilaman deydi. Mana shu golosda kim yutganiga qarab, sizlar ertaga ekzamenda rezultatlar. Buni bizga xafa bo'lib aytishinglar mumkin, Abror aka mana temalarni o'tmadi bir narsa, или ota-onalarga aytishinglar mumkin, sizlar mana pul bermadinglar, bir narsa boshqa joyga bormadim, tudim. Lekin ichinglardagi odam baribir aytadi bu narsani. Qo'ysangchi deydi. O'zing-ku damashdadan qilmagan, o'zing-ku mo'klarga bormagan, o'zing-ku yaxshi tayinlanmading deydi. Shuning uchun o'zinglar aldamanglar-da. Zo'r tayinlangan bo'lsanglar, uverin bo'lsanglar, xudo xolasa kirasizlar. Westminsterga aytayapman, boshqa litseylarga kirasizlar xudo xolasa. Lekin qayerdadir kasak qilgan bo'lsanglar, o'qituvchining aytganini qilmagan bo'lsanglar, endi unga ham o'zinglar rozi bo'linglar-da. Endi shuni tanladinglar o'zinglar. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Hammanglarga katta rahmat. O'qituvchilarni men tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Men o'qituvchilarga so'z beraman. Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Hamma litseyga kiradi, faqat ozgina shustrik bo'lish kerak. Ozgina harakat qilib yuborishinglar kerak o'zinglar. Voy, menga ota-onam olib kelish kerak, men kelishim kerak edi, hech kim kelmadi. Unaqa emas. Sizlar ozgina harakat qilishinglar kerak.